Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Siz mijozlarimiz uchun Seventage brendidan 24 talik 2 xil konditsionerlarimizga foto chegirma boshladik va qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, ushbu konditsionerlarimiz 24 lik bo'lib, 60 kvadratgacha sizning xonangizda bemalol isitib bera oladi va ushbu konditsionerlarimizning motorlari full DC inverter bo'lib, 140 voltdan 250 volt naprejeniyada ishlaydi va sizning to'kingizni kam sarflab past tokda ishlashini ta'minlab beradi. Va ushbu ikki ko'rib turgan konditsionerlarimiz giperpechatniy plata bilan jihozlangan bo'lib, bu plata sizga tashqi zarbalardan va tok o'ynash naprejeniyalaridan himoya qilib beradi va ushbu konditsionerlarimizni isitishiga qo'shimcha tent ham mavjud bo'ladi va yoz kunlarida +50 gradusdan va qish kunlarida -25 gradusgacha ishlab bera oladi. Va ushbu konditsionerlarimiz mana ko'rib turganlaringdek dizaynlari ham o'ta chiroyli va sensor upravleniya bo'ladi va mana bu ko'rib turgan konditsionerlarimizni yangi, ya'ni hozirgi qurilayotgan high-tech uslubdagi uylarga ham juda mos keladi va ushbu konditsionerlarimizning ustunlik tarafi bu konditsionerlarimizni havo haydab beradigan ikki tomonlama bo'ladi, ya'ni barabarni ventilator ikkitalik, bu sizga sovuq havodan, issiq havodan ikki tomonlama yo'naltirib beradi va ushbu konditsionerlarimizni kafolatlariga keladigan bo'lsak, Seventage brend tomonidan ofitsialniy 3 yil o'ziga va motoriga 10 yil kafolat beriladi va narxlariga keladigan bo'lsak, oq fenli konditsionerlarimizni $730, ya'ni 9350 ming so'm qilib beramiz va ushbu konditsionerimiz bo'lsa $830, 10.650 ming so'm qilib beramiz. Kimga ushbu konditsionerlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang.